naz gel, mastona mastona gel. Zülfün açılıp ağrısıydı cübele oynar. Hindu bakşayu şupturur su bile oynar. Gider gider öz eline, men kurban inşe biline. Gider gider öz eline, men kurban inşe biline. Çıkarlar bağ seyline, eli tutup kuşlu kızlar. Çıkarlar bağ seyline, eli tutup kuşlu kızlar. Tuşoki por guli, tuşoki por guli, men bergi zerdem tuşori xandayi, men axi serdem kamer bori. Tu khurshidi menam, tu khurshidi menam, sayyarayu tu mara bul sarta, devlet bi gerdem kamer bori. Şune şauqiye, mayin ahir, yaşa cennet, katopmaş senet, unuklana bağlat, kırgan oğli, deyiş olayım, inşallah. समझूं जज है दीवाना ओ मैं समझूं जज है दीवाना दीवाना मुझको लोगता है थैंक यू रहमत रहमत आवारा आवारा इसमें आसमान का था Adamlar korkarlar yaman gözlerden. Ben ise şu yakşı gözlerden korktum, gözlerden korktum. Her gün aytib turish kerak qo'shiq, har kun. Bir kunda bo'lish mumkin, boshqa kun har kun qo'shiq aytib turish kerak. Shunda Xudo beradi deydi Kamran usta. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod ayladi. Ancha borkim Ka'ba vayron bo'lsa, obod ayladi. Assalomu alaykum azizlarimiz. 3 davlat xalq artisti Bobomurod Hamdamovni xotirlash uchun yig'ildik. Bugun hamma o'z ko'nglidagi kashf etgan Bobomurod Hamdamov haqidagi barcha hikoyasi bilan bugungi bizni tomosha qilayotgan, suhbatimizga somiy bo'layotgan muxlislarimizni bahramand etadi degan umiddamiz. Darvoqe eslatib o'taman, ular 1940-yil 4-mart kuni Turkmanistonning Chorju shahrida dunyoga keladilar. Va suhbat davomida bularning hayot yo'llari, ijod yo'llari qay darajada davom etgan suhbatimiz asnosida bilib olasiz. Bobur aka, hattoki sizni adashtirib ham aytishadi. Shundan boshlaylik birinchi. Mana hozir juda go'zal qo'shiqlarni eshitdik, mazza qilib. Bu insonni Bobomurod Hamdamovni qo'shiqlari kirib bormagan xonadon bo'lmagan va yaxshi kunlar insonlarning shu qo'shiqlar bilan o'tgan. Bu juda va avlodlar davomida bu katta baxt. Qarang, necha o'sha yarim asrdan ortiq yangrab hali mana shogirdlar o'tirishda va bu yoq ham qancha yangrashi Allohga ayon. Shuning uchun ustozni go'zal bir nima esimga tushib qoldida, juda haligi beg'ubor xalqimiz borda, bir to'yda bir bo'lsak, bir onaxon endi yoshlar nima keldilarda, men deydi san'atkorlardan bitta odam juda yaxshi ko'raman, juda chiroyli odam dedilarda. Men endi o'ylayapman hozirgi o'sha paytdagi yoshlarni nimalarni o'ylayapmanda, kimni yaxshi ko'rar ekan desam, Bobomurod Hamdamovga dedilar. Men shu dedi, qiz bola paytimdan shu odamni yaxshi, shunaqa chiroyli odamda dedi. Ko'rgansiz desam, yo'q, ko'rmaganman, qayerda ko'raman dedi. Va men aytmoqchimanki, biz ham ko'p san'atkorlar bilan yosh bo'lsak ham ko'rishdik, hamkorlik qilib va hokazo, lekin Bobomurod Hamdamovdek kamtar insonni, kamtar hokisor san'atkorni men kam ko'rdim, juda kam ko'rdim. Buni misollari o'zimning hayotim. Bir Jizzaxda to'yda ustoz endi yoshlar ulg'ayib nima bo'lib o'tiriblar, stulda o'tirib ashula aytibdilar-da. Va bilishimcha biz ham endi u yerda mehmon edik, chaqirilgan edik.
qarab turibman, aytyaptilar. Xalq o'zi yig'ilib, yog'ilib borib ustozga shunaqa hurmat ketyapti. To'y tugadi. Alohida o'sha san'atkorlar o'tirgan xonaga o'tsam, ustoz o'sha yig'ilgan narsalarni qiyiqchaga solib, o'sha yerda qo'ydilar o'rtaga-da, olinglar dedilar. Haligi hamma san'atkorlar o'tirib. Bo'lmasa, u kishi navbat kutib, o'sha man degan o'sha o'zini yulduz sanaydiganlardan navbat kelgan. Lekin u kishi chiqqandagi fayz, men aytaman, boshqa san'atkor kamsitmagan holda. Boshqalarda bo'lmadi. Xalq shunaqa yaxshi ko'rdi va o'sha pullar Endi xalqni muxlisini sotib olib bo'lmaydi-da, shunisi bor. Va o'sha pullarni sanab gulini guliga qilib, qarang, hammani oldik. Men endi qarashyapman. Ustozga o'tirgan joyda qarashyapman. Endi yosh katta. Shundan baraka kirgan ekanda sizga ham. Va ikkita pulni olib menga berdilar. Bu sizga. Yo'q, ustoz, men chin ko'ngil sizni yaxshi ko'raman, bolaligimdan sizni yaxshi ko'raman desam, yo'q, siz mehnat qildingiz, menga yordam berdingiz, bu sizga baraka dilab va shu pulni ishlatmasdan ko'p yillar o'sha olib yurdim men. Ustoz shunaqa. Keyin yana bir studiyada borsam, qarasam ustoz diqqat. Lekin o'tiribdilar. Haligi aranjovka qiladigan yigit u kishini qabul qilmayapti. Ichkarida o'zi band. Ustoz, xizmat nima o'tiribsiz desam, ana bo'shashini kutib turibman dedilar-da. Bundaka jahlim chiqmaydi. Shu payt juda meni tutib qoldi. Men aytdim, bilasan bu inson kim? Bu inson afsona dedim. Sen yo'q eding dedim, bu odam yangratib hamma joyni portlatib yuborganida qo'shiqlari bilan hammani qalbimizni oldi. Nimaga bu odam bu yerda kutib o'tiribdi sen desam, keyin haligi endi bizdan hayiqar ekan, lekin ustoz bilmayapti-da nimasini. Men aytdim-da, olib kirdi, nima qilgin, tez bo'ldi. Ustoz nima xizmat deb haligi nima qildim-da. Bitta narsani bilsin hozirgi san'atkorlar. Mayli hammani omadini bersin. Men hammani tarafdoriman. Hammani o'zini aytadigan qo'shig'i bor, o'zini muxlisi bor, o'zini davrasi bor. Lekin Bobomurod Hamdamdek 70 yoshdan oshganda hit qo'shiq yaratgan, u qo'shiq hammani tiliga tushib, hammani yana bir qalqitib, butun o'ynatib yuborgan odam, san'atkor juda menimcha bo'lmasa kerak. Xelfesi degan qo'shiq 70-yillarda hit bo'lganda, men bog'chama bolaman, kattaroqman. Shuni aytar ekanman-da, otam rahmatlik shunga qiziqib, keyin bu bolam san'atkor bo'ladi deb menga rubob olib bergan, 25 rublga rubob. Lekin men san'atkor bo'lmadim. Lekin endi xayolimga ham kelmagan, uchrashaman deb-da. Uchrashib shu tortinganimdan she'r bera olmasdim-da, lekin aytardilar. Siz shoirsiz, yaxshisiz. Xudo xolasa Shamsiddin bilan, o farzandlari bilan qolgan shogirdlarga hamkorlik qilamiz albatta. Dilga yuksak arzu kerak, parvozlarga hamroz yurak. Dilga yuksak arzu kerak, parvozlarga hamroz yurak. Cho'qqilarni qilsam tilak, uchmoq uchun qanotim bor, mening ulug' ustozim bor. Cho'qqilarni qilsam tilak, uchmoq uchun qanotim bor, mening ulug' ustozim bor. Xalqimning iqboli baxti, dastimda san'atim taxti. U ko'rsatgan yo'li yoqdi, saodatli hayotim bor, mening ulug' ustozim bor. U ko'rsatgan yo'li yoqdi, saodatli hayotim bor, mening ulug' ustozim bor. Sabog'idan bo'ldim inson, yuragimda yo'qdir armon, qo'shig'im bor, bayotim bor,
mening ulug' ustozim bor. Yüreğimde yoktur arman, qo'shig'im bor, bayotim bor, mening ulug' ustozim bor. Biri kamilning izdoshi, san'atimizning quyoshi, taliblar vali taroshi, uning bilan dunyodim bor, mening ulug' ustozim bor. Büyük insanlar zürriyadı, babalarımın muradı. Şagirdmen coşkun irşadı, itikadım, imdadım var, mening ulug' ustozim bor. Şagirdmen coşkun irşadı, itikadım, imdadım var, mening ulug' ustozim bor. Mening ulug' ustozim bor. Mening ulug' ustozim bor. Karimboy og'a, shogirdlarni ham ustoz deb aytish uchun ma'naviy haqqi bo'lishi kerak-da. Lekin chindan-da Bobomurod Hamdamovga sizning ma'naviy haqqingiz bor. Ustoz deganda albatta birinchi o'rinda o'z tuqqan otang ko'z oldinga kelishi kerak. Bu bejiz aytilmagan. Usta otadek ulug' deb. Mana 46 yil ustoz bilan xuddi ham ustozim ham otam hisobida, sababi ota-onadan men juda yoshlik paytimdan yetim qolganman. Shuning uchun ustozim menga ham ustoz bo'lgan, ham ota bo'lgan. Shuning uchun oxirgi damlargacha men qo'llaridan yetaklab, men masalan 67 yoshga kirsam ham ustozimni hali shu yoshga kirganda ham men shogird edim. Men shogird bo'lib, oxirigacha shogird bo'lib qolganman. Shu munosabat bilan bo'lsa kerak, ustozimga juda ko'ngil qo'yganman. O'qish paytlarimizda, tashavvuzlik bo'lganimdan keyin avtobusda kelayotganimda o'qish paytlarida bitta ikkita ayol gaplashib o'tirgan shu. Bobomurod Hamdam, Bobomurod der qulog'imni 1 metr qilib cho'zib, ular qiziqdi menga. Hattoki ularni telefon, uyidagi telefon raqamlarigacha ham aytdi-da, shu yerda meni qulog'imda yozilib, qo'rg'ashim bo'lib quyilib qoldi. Keyin shu o'qishlarga kira olmasdan borib, endi shu yurdim, aytdim, miyamga keldi. Keling, u paytlarda ana gaplashadigan pochtalar bor edi, переговорный punkt degan. Shunga kirib zakaz berdim. Tashavvuz falanchi nomer. Darrov qo'ylab o'tirdim. Tashavvuz 7-kabina dedi, kirib qaltirab yotdi endi. Ustozning uyiga telefon. Yanga rahmatli oldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ustoz bilan gaplashmoqchi edim. Ha, hozir dedi. Chaqirdi. Keyin ustozim keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men tashavvuzlik bo'laman. Sizga bir shogird tushmoqchi edim. Tashavvuzning shu Ro'zimbo'y qishlog'idan. Ha dedi, nima chalasan dedi. Hamma narsa chalaman ustoz dedim. Yo'q ay dedi. G'ijjak chalasanmi dedi. Yo'q, yo'q dedim. Chang chalasanmi? Yo'q. Qo'shni chalasanmi? Yo'q. U hammasiga yo'q javob beryapman. Unda nima chalasan dedi. Men aytdim, ustoz dedim, to'g'risini aytsam men akordeon chalaman, doira chalaman, qo'shiq aytaman dedim. Tor chalib dedim. Ha dedi-da, bo'lmasa hozir qayerdasan? Urganchda ertaga dedi avtobusga minib, shunday avtobusdan tushgandan
bir so'm berib Bobomurod Hamdamni uyiga tashlay desang, hamma taksist biladi dedi. Shu aytganda qilib bordim. U paytlarda endi bir moda edi, men sochlar o'sgan George bo'lib borsam, Gavhar qizi taksist to'xtatdi, "Hu, ana shu uy" dedi. Gavhar qizi kichkina bola shu to'p bilan devorga nima qilib, hali ko'zimning oldidan ketmaydi shu Gavhar qizi. Keyin dadangiz bormi? Bor dedi. Kirsam, bir odam o'tirgan ekan, gaplashib o'tirgan ekanlar. Kim deb ustoz orqasiga qarab meni "Assalomu alaykum" dedim. Keyin kel dedi. Kecha telefon qilgan senmi dedi. Ha, ustoz men dedi. Piyolani oldidan shunday choyni quyib, choyni uzatdi ustoz menga. Hozir shu choyni ichib tur dedidan kirib ketdi. Torni olib chiqdi qo'lida, torni. Keyin yur dedidan to'rtki joyga olib ketdi. Torni sozlab qo'limga berdi. Kuy chal dedi. U paytlari kuylar juda bir moda bo'lib yurgan Muhammadjon Mirzayev kuylaridan bir kuy chaldim. Ha dedidan yana bitta kuy chal dedi. Yana bitta kuy chaldim. Keyin bir qo'shiq ham aytdi dedi. Keyin ustoz aytgan bir turkmancha qo'shiq. Dalaşma dildarım bir zaman qo'yg'ul degan qo'shiqni boshladim ustozni. Keyin shuni boshlagandan to'xta dedi, boshqa qo'shiq ayt dedi. Ustoz kecha to'yda edim dedim. Shunga ovozim sal mazalari yo'q. Bo'ldi dedi. Men seni yuragingni ko'rdim dedi. Yuragingni ko'rdim sen dedi. Ertadan biz bilan Xivaga gastrolga chiqib ketasan dedi. Lekin senga bir gap dedi, sochingni oldir dedi. Nimangni burikni dedi. Shimingni to'g'rilab. Shimingni to'g'rilab kel dedi ertaga oq ko'ylak qara. Ertaga aytgan paytga kelib shu birga gastrolga chiqib ketganmiz. Endi bu Turkmanistonning Molla Taj Muhammadov nomidagi filarmoniya bu. O'sha filarmoniyada Kamiljon Ataniyozov shogirdiga Bobomurod ustozga topshirib ketgan ansambl bu. Shunda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Rahmatlik onamiz, Jumagul onamiz, buni ham shogirdi bu foyda bo'ldimi degan hazil-huzul gaplarni qildi. O'zi shogird-ku hali bu ustozni. Hali ustozning yoniga bironta shogird ham bormagan, bironta shogird bo'lib bir hofizam bir hech kim bormagan paytida borganman. Ustoz endi men uni paytda 20 yoshda birinchi shogirdsiz. Birinchi shogirdi. Endi shu oxirigacha mana yonida yurib ta'lim olib, boshqa shogirdlari ko'p, minglab shogirdlari bor. Yonida yurib ta'lim olgan baribir boshqacha bo'lar ekan. Ustozni har bir nafasini sezamiz bizlar. Nafasini u bizlar men ustoz bo'la olmaydi hech kim. Meni ustozimman, men Kamiljon Ataniyozov bo'la olmadim deb oxirigacha armon bo'lib ketdi. Biz ham ustoz bo'la olmaymiz. Sababi ustozni hech kim bo'la olmasligini bilgan shogird o'zi sekin qochib boshqa bir yana katta yo'ldasam bo'lmaydi, o'zini shu ustozlik borayotgan yo'lini har bir yo'lni bir so'qmog'i bo'ladi yonida. Albatta. O'sha so'qmog'ini topib ketgan shogird haqiqiy shogird bo'ladi. Malum yığlanıp zariyen, canımda derman kalmadı, canımda derman kalmadı. Canı gözün kumarlama, canıma kasta yarlama. Canı gözün kumarlama, canıma kasta yarlama. Ey yüzü gül yar, yetmem ben izzat. Ey yüzü gül yar, yetmem ben izzat. Ecrin otuda can günem, günlerim bizar. Ecrin otuda can günem, günlerim bizar. Kalvat eyle, biles eyle, çıkanda, çıkanda. Dolup gözden kanlı yaşlar akanda, akanda. Laçın salıp kelbi bazın, kakanda, kakanda. Allah bir çeşmesi kölük sayadım, sayadım. Allah bir çeşmesi kölük sayadım, sayadım. Geldi kalam kaşını yat, işve bile yanıma. Kiprikleriden bedemleşler kadar canıma. Geldi kalam kaşını yat, işve bile yanıma.
kiprikleriydim bedem neşter kadar canıma. Gördüm yüzünü divana buldum. Aklı kuşumdan begona buldum. Ashrol aka, endi shunday bir gap bor. Kuylamoq bu yashamoq. Yashamoq esa bu kuylamoq demakdir deydi-da. Endi kim uchundir bir balandparvoz bir gaplar bo'lib tuyulishi mumkin-ku, lekin inson kuylashi uchun ham o'sha qalb ham kuygan bo'lishi kerak-da avvalo. Men bir suhbatda shuni aytgandimki, Bobomurod Hamdamovning o'zbekcha tarjimasini aytaymi degandimda. Keyin davradagilar ayting dedi. Nima bo'ladi Bobomurod Hamdamovning o'zbekcha tarjimasi deganda, o'rtoqlar ismi, familiya hammasini yig'ib kelganda qo'shiq bo'ladi dedi. Oo. Bobomurod Hamdamovning dunyoga kelishi, qo'shig'ini dunyoga kelishi deb bilaman. Ha. Endi qo'shiq har xil tug'iladi. Siz to'g'ri aytdingiz. Birov kuylamoq, yashamoq deydi. Lekin mana shu siz aytgan so'z ham aynan Bobomurod Hamdamov uchun aytilgan deb o'ylayman. Bobomurod Hamdamov bitta ish uchun dunyoga kelgan. U kuylash uchun kelgan. Uni boshqa ishi bo'lmagan. Agar kim boshqa ishlarni Bobomurod akamga aytadigan bo'lsa, yo shu ishlarni qishtiradigan bo'lsa, bu keraksiz gaplar. Bobomurod Hamdamov qo'shiq. Mana bugun ham bizni mana shu qo'shiq birlashtirib turibdi. Shu o'lmas san'at birlashtirib turibdi-da. Shogirdlarning orasida ham shunaqalari bo'ladi. Ustoziga ovqat olib berganini, ustozining oyog'ini tagiga qo'y so'yganini, boshqa narsalarni gapirib yuradi-da. Yo'q. Ustoz hech qachon shogirdi oldiga ovqat uchun bormaydi. Yo bir qo'yni haligi qilish uchun bormaydi. Ustoz shogirdi borligidan xursand bo'lib boradi. Va ustoz ham, shogird ham ustozni buyuk anglash kerak. Men gapni shundan boshlamoqchimanki, boring mana bu yerda shogirdlar o'tirgan ekan, bizni boshqa san'atkorlarning shogirdlari tinglayotgan ekan, men ularga bir qatorlik saboqni aytib ketmoqchiman-da. Ustoz sevishni, ustoz tanlashni va ustozdek bo'lishni Bobomurod Hamdamovdan o'rganish kerak. Bobomurod Hamdamov bir umr Komiljon aka deb o'tib ketdi. Va men Bobomurod Hamdamovni bir marta yig'laganini ko'rganman. Yig'lagan Bobomurod Hamdamov. Ustozim tushimga kirdi deb yig'lagan. Mana hozir kimdir esladi, kim ekan degan qo'shiq bor-ku, shu yaratilmasdan oldin shu gapni aytdilarda, ustozim tushimga kirdi, menga yangi kostyum shim kiydirdilar dedi. Oradan bir oymi 2 oy o'tib, kim ekan qo'shig'i chiqdi-da. Men aytdim, bu ustozni tushga kirib qilgan duosi. Kim ekan? Uzoqdan bir pari gelir bu kim ekan? Hamma yuziga tilmurar bu kim ekan? Hamma yuziga tilmurar bu kim ekan? Nazar solgan edim men ham oy yuziga. Sharos ko'zi kulib turgan bu kim ekan? Sharos ko'zi kulib turgan bu kim ekan? Bobomurod Hamdamov Komiljon Otaniyozov xonadonida 3 yil xizmat qilgan. Bilasizmi, muhabbat nimani eslardi doim? 3 yil choy damlaganini eslardi. Ha. Ulug' mehmonlar kelganini oshlar bo'lardi. Hech qachon Bobomurod Hamdamov osh haqida gapirmagan. Shu odamlarga choy damlab ustozni xizmatini qilganligini aytib ketganda, shuning uchun hammamiz ustoz parastlikni, ustoz sevishni, ustozni qadrlashni ham Bobomurod Hamdamovdan o'rganishimiz kerak. Kim ba'zilar qiziqadiki, nima uchun Bobomurod Hamdamov Hind qo'shiqlaridan boshlagan deb. Hind qo'shiqlari hammamiz sevib tinglaymiz, hammamizga yoqadi. Lekin hijjagida uni muzikalarini qilish ham qulay bo'lganda, Pokistonga birga safarga bordik 94-yilda. Samolyotda kelyapmiz. Endi muhabbat, muxlislik ham kasallik. Ha. Shu muxlislik kasallik, o'zing sevgan san'atkorni ko'rmasang, boshqa qo'shiq senga davo bo'lmaydi. Ha. Shu yerda bir nimam tutdi-da, endi bu kishi bu qog'oz u kishida bormi, yo'qmi? Bobomurod aka dedim.
hozir ancha Allohga yaqin joyda ketyapmiz. Shu yerda dedim, bir go'zal ovozingizni mana shunday samolyotda yerdan shuncha uzoq yer bilan osmonning o'rtasidagi muallaq bir holatda eshitsak, nima deysiz, Ashurali deb nimani uzatib yubordimda. Shunday turdilarda, shunday turib samolyotda xirgoyi qilib beriladi. Xuddi men nazarimda samolyot ham bir boshqa olamlarga uchib ketayotgandek bo'ldi-da. Nega kitobning nomini yurakdagi ovoz deb qo'ydimki, Bobomurod Hamdamovni hamma sir sinoati, hammamizni mahtum etgan sehri uni ovozida edi. Uni ovozi betakror, uni ovozi yagona. Men bu holatni Bobomurod Hamdamov yangi uyga ko'chganda uy to'y qilganlarda endi yangi xonadonga aytib. Shunda Sherali Jo'rayev mashhur hofizlarimiz, Ortiq Otajonov uchovlari bu bizning san'atimizda yozilmagan bir qonun bor. Aytishuv. O'zingiz xuddi haligi go'yandaga o'xshab o'zingiz to'qiysiz, baxshilarga o'xshab o'zingiz to'qiysiz-da, shuni aytib ketasiz-da. Shunda oxiri sahnada Bobomurod akamning o'zi qolganda, boshqa san'atkorlar ham Bobomurod Hamdamovning ovozini hurmat qilar edi va tan berar edi. Rahmat. O'zbekiston xalq artisti, mashhur san'atkorimiz Ortiq Otajonov u kishining 60 yilligida mana shu iborani aytgan, 60 yilligida. O'rtoqlar degan, hali ham Bobomurod akada oliy musiqa ta'limini olmagan yo'q, oliy musiqa ta'limi. Ha. Agar Bobomurod aka oliy musiqa ta'limini ham olganda va uni chuqur o'rganganda bu ovoz bilan dunyoni olardi deganda. Ko'p qo'shiqlar abadiy qolmaydi. Ko'p ovozlar ham abadiy qolmaydi. Ovozlar ham 50 yil yashaydigan ovoz bor, 80 yil, 100 yil yashaydigan ovozlar bor. Lekin abadiy yashaydigan ovozlar ham bor. Bu aytaylik o'sha Komiljon Otaniyozov, Ma'murjon Uzoqov va men bugun hech ikkilanmay bu safga Bobomurod Hamdamov va Otajon Xudoyshukurovni baralla qo'sha olaman. Yashang, rahmat. 1972-yilda edi, adashmasam, Yelpesi qo'shig'i bo'lardi. Shuni hozir Shamsiddinjon bir ijro etsa-yu, hammamiz bir qalbimiz havo olib, keyin suhbatni davom ettirsak. Canım koydum, yanım gelende canım al dedim. Elinde yağlı o yelpeselendi, elinde yağlı o yelpeselendi. Yelpese, yelpese, yelpeselendi, elinde yağlı o yelpeselendi, elinde yağlı o yelpeselendi.
Gavhar opa, studiyamizda siz opa ukalarni ko'rganimdan boshim osmonga yetdi bugun. Bitta men emas, butun boshli suhbatimizga somiy bo'layotganlar hozir ko'zida yosh bilan mana shu davrani ko'rsa ajab emas. Ilohim mana shu safiylar buzilmasin. Inson farzand hech qachon ota-onadan to'ymas ekan, shuni bildim. Yuzga kirsalar ham kerak ekan. Shuni his qildim. O'ta mehribon inson edilar. Mani 10 yoshimgacha erkalatganlar. Shu komandirovkadan kelganlarida esimda bor, oldilariga "Ke qizim o'tir" deb chaqirganlarida onam rahmatli, endi qizingizni bo'yi o'sib qopti, endi qo'ying endi erkalatishni deb shu aytganlari esimda bor. Biz dadamni uyda kam ko'rardik-da, ko'p dadamday mehnat qilgan inson bilmadim, juda uyda kam bo'lardilar dadamlar. Akamlar to'g'risi dadam oldida gapira olmasdilar. Men sal erkaroq bo'lganim uchun gaplashardim dadam bilan. Endi kim ko'proq erkatoy edi? Faxriddinmi, sizmi yoki Shamsiddinmi? Qaysi bir? Endi to'g'risini aytsam, o'zi dadamni eng yaxshi ko'rgan farzandlari, endi meni bilishim bu, yana bilmadim. O'tib ketgan akamni ko'proq yaxshi ko'rardilar. Chunki u akam ham boshqacha edilar-da. Dadam ribobni olib o'tirsalar, repetitsiya qilishga u akamga aytish kerak yo'q edi. O'zlari kelib doirani olib o'tirardilar. Dadam bir beg'ubor, bag'ri keng inson edilar. Nimaga qo'l ursalar, o'sha ishni yaxshi qilishga harakat qilganlar-da hayotda. Endi bilsam, dadam haqiqiy yashagan ekanlar-da. Qiziqmagan narsalari kam bo'lganda. Shaxmatga ham qiziqqanlar, mana yoshliklarida Turkmanistonda velosiped bo'yicha chempion bo'lganlar o'sha yoshliklarida. Shaxmatdan mana o'sha Moskva gostinitsasida grossmeyster bilan o'ynab nichiya qilgan ekanlar-da. O'sha grossmeyster qaytib ko'rinmagan ekan. Onam aytib beradilar uni ham, dadam aytib bermaydilar. O'zlari naqadar bir kamtar inson bo'lgan ekanlar, shu onam aytib berganlar uchun eshitganmiz uni ham. Doim ana maqtamoqchi bo'lsang qo'y deb ana to'xtatardilar-da. Yuzlariga ko'p maqtashganda, siz buyuk insonsiz Bobomurod aka. Sizdekka inson yo'q, sizdekka ashulachi yo'q. Ish qilib nima deysa deyishardi. Endi bilyapman, agar dadamning o'rniga boshqa inson bo'lganda o'zini yo'qotgan bo'lardi menimcha deb o'ylayman-da. Endi shunchalar ham bir kasbini, nimasini sevadigan inson bo'ladimi deb endi o'ylayman-da bu narsani. Shu odamlarning qalbiga xursandchilik olib kirish, mana shu tomondan hech o'zini ayamagan ekanlar deb juda o'ylamagan kunim yo'q, dadaginamni. Bizni tomosha qilayotganlar baribir xo'p, shunchalik yaxshi ko'rar ekan qizlari, qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rib xirgoyi qiladimi deb sizda ham o'tganmi degan bir fikr ham bo'lishi mumkin-da endi. Gavhar opa. Chal, chal, chal meri sati, o meri hati. Challi chal tatara ki chiki, challi yaar ka kaman. बंद है मोटर का चल यार का कमान चल 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 मेरी साथी उलू सीना सुबह वो मोहतरमी बेकी है जो उलू सीना सुबह वो मोहतरमी बेकी है जो हाय हाय हाँ न जाए हाय हाय हाँ न जाए उसकी नाजुक कोमरिया फल चल 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 मेरी साथी ओ मेरी हाथी चली चल कतारा खींची चल यार का कमान बंद है मोटर का चल यार का कमान
चल 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 मेरी साथी Oo. Ana bo'lmasa, bizni dasturimizda izyuminkasi aytadi, topildig'i ham shu bo'lsa kerak. Demak, aynan 3 davlat xalq artistini Bomurod Hamdamovning qizlari Gavhar xonim ilk marotaba ijrolardan bahramand bo'ldingiz, qadrli muxlis. Bu dünyada juda köptür vatanlar, birbirinden güzel bulgan çemenler, ama yoktur senin deyin çemenin. Ana yurtum Özbekistan vatanım, ama yoktur sende kara gözlüğüm. Ana halkım Özbekistan vatanım, bir hesap şükradan bu minnettarman. Allah'ımdan, Allah'ımdan, halkımdan, vatanımdan, ustazımdan. Halkımdan, vatanımdan, ustazımdan. Bu dünyada cennet manen ilbis ya, bu dünyada ahu kara ilbis ya, ama yoktur sende güzel çemenim. Ana halkım Özbekistan vatanım, ama yoktur sende güzel çemenim. Ana halkım Özbekistan vatanım, bir hesap şükradan bu minnettarman. Allah'ımdan, Allah'ımdan, halkımdan, vatanımdan, ustazımdan. Halkımdan, vatanımdan, ustazımdan. Nur keltirdin yüreğimge gözümdene, yengine bas koştun beni sazımdene. İstiklalım canımdan azizsen, kudret verdin koşuğun avazımdan. İstiklalım canımdan azizsen, kudret verdin koşuğun avazımdan. Bir hesap şükradan bu minnettarman. Allah'ımdan, Allah'ımdan, halkımdan, vatanımdan, ustazımdan. Halkımdan, vatanımdan, ustazımdan. Ustazımdan, ustazımdan. Muhammadjon aka, eng avvalo dasturimizda sizni ko'rganimdan xursandman. O'zi san'atkorlar bilan shoirlar birga yuradigan bo'lsa, o'sha joyni o'zida ijod bo'lib ketaveradi-da. Ustoz bilan ko'p uchratganman birga sizni. Juda ham ko'p. Shu hech kimga aytmagan bir gaplaringiz bormi? Albatta, albatta. Endi hozir men birinchi o'rinda aytmoqchiman, men Ashurali akamning kitoblari Yurakdagi ovoz.
juda ham mos topilgan nom. Non topuvchi shu inson. Ozod aka Sharafdinovdan keyingi odamda juda chiroyli nom topadilar-da. Shunaqa. Buni boshqacha ta'riflash mumkin emas. Haqiqatan Bobomurod akamni butun hayoti, butun faoliyati mana shu ovoz yurakdan kuylash bo'lganda, yurakdan kuylash bo'lgan. Yurakdagi ovoz bu kishini hamma qo'shiqlari yurakdan yorib chiqqan ovoz deymiz. Biz mana hozir uch respublika xalq artisti deyapsiz, lekin men nazarimda Bobomurod akam butun dunyo xalqlari artisti degan nomga ham sazovor bo'la oladigan darajada buyuk san'atkor edi. Chunki bu kishini hozir minglab qo'shiqlari bor yaratgan va bu kishi dunyoni deyarli hamma buyuk sahnalarida qo'shiq kuylaganlar. Bu yoqda Afg'oniston, bu yoqda Qozog'iston, bu yoqda Bangladesh, Eron, Hindiston va Amerikada ham, Shri-Lankada ham hamma joyda buyuk sahnalarda qo'shiq aytgan, minglab odamlarni yuragini zabt etgan buyuk san'atkor edi. Men mana shu yerda o'tirib u kishi haqida gapirayotganimda o'zini o'zim uchun faxr deb bilaman. Chunki bunaqa san'atkorlar haqiqatan 100 yilda yoki 500 yilda bir marta tug'iladigan buyuk san'atkorlar edi. Bu kishi nafaqat qo'shiq bizga adabiyotni ham tanitishga katta yordam bergan. Chunki bu kishi Navoiydan ham kuyladi. Bobur Mirzodan ham kuyladi, Ogohiydan kuyladi, Maxtumqulidan kuyladi, Hofiz Sheroziydan kuyladi, Mashrabdan kuyladi. O'sha Shamsiddin bilan birga aytgan qo'shiqlari ham Mashrabni boshqacha mutlaqo bizga tanishtirgan. Gördüm yüzünü, divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Gördüm yüzünü, divana buldum. Akli huşumdan begana buldum. Bobomurod akamga bir uylariga bordim. Bobomurod akam gapirmaydi, men ham o'tiraverdim mana shunday qilib. Ikkalamiz bir-birimizga termilib o'tirdikda oxir aytdim, Bobomurod aka dedim, nima gapirmaysiz dedim. U kishi 80 dan oshgan, san'at maktabini yaratgan buyuk darg'a. Aytibdilar, xuddi yosh bo'ladi. Menga Komiljon usta ko'p gapirma deb ketganlar dedi. San'atkor ko'p gapirmasligi kerak, san'atkor qo'shiq aytish kerak, qo'shig'i bilan odamlar qalbiga kirib borish kerak deb aytgan. O'sha joyda ham ustozni eslab, ustozni chiziqdan chiqmay g'aribgina mung'ayib o'tiribdilarda. Umrimda ko'z oldimizda bir katta bir daryo oqib o'tdi deb o'ylayman. Men bir gapimni yozuvchisiz, bir gapimni aytib qo'ying odamlarga. Mani minglab qo'shiqlarim bor. Bu qo'shiqlarni hammasi muallifi men emasman, xalqniki bu. Istagan shogirdim, istagan inson mana shu qo'shiqlarni aytaversin. Buni men hech qanaqa litsenziya ham olmaganman, olmayman ham. Bu qo'shiqlar xalq menga berdi. Bu qo'shiqlarning egasi xalq. Ular qanchalik kuylasa, ularni kuylaganda men qayta tirilaveraman. Ularning ovozida men jonim jaranglayveradi deb aytgandim. Bahrom aka, men sizdagi mana shu narsani hurmat qildim. Har doim qo'ng'iroq qilib, shu ustoz haqida qilish kerak. Xudo xohlasa boshlaymiz. Mana shu bugun keldi. Mehr oqibatingiz uchun sizga tashakkur. Va buni qarangki, siz kasbingiz yuristsiz. Huquqshunos inson bu inson. Lekin bu san'atkorga nisbatan sizni qanday yaqinligingiz bor? Bunchalik mehr oqibat ko'rsatishni siri nimada? Endi biz bolaligimizdan Bobomurod akani ashulalarni eshitib katta bo'lganmiz. Shuni bir shukuhida katta bo'lganmiz-da. Bolaligimizda shu magnitofonlar bo'lar, radiolar bo'lardi. Bobomurod hamdam chiqdi desa, yugurib borib shu baland ovoz qilib eshitardik-da. Bobomurod akaga Avram Talmazovning bir ta'rifi bor. Avram Talmazov shunday aytganki, Bobomurod Hamdamovdek ashulachilar 100 yilda, 1000 yilda bir marta dunyoga keladi. Bu odamdagi talant, ilohiy talant. Chunki bu odam musiqa hech qanday hozir aytib o'tilgandek musiqa maktabini tugatmagan. Hech qanaqa bir musiqani o'zi notalarni ham bilmaydigan odam. Lekin u odam bitta she'r qo'liga tushib qolsa, yaxshi bir eshitsa, shu joyda o'sha she'rni yodlab, o'zi birdaniga musiqa bastalagan. Bunaqa
talant uncha muncha odamda bo'lmasa kerak. Bir do'st edikda Bo'g'mirdagi bilan. Lekin yoshlarim mendan ancha yosh katta, otam bilan teng odam edi. Lekin do'st sifatida, eng bir yaqin odam sifatida gaplashar edik. Bo'g'mirod aka, endi bilasizmi, ko'pchilik aytadi, mana shu dunyoni 7 tilida ashula aytgan ekan. Bu har qanaqa ashulachiga emasda. Endi shu Avram Tolmatov shunday deganki, agarda Bo'g'mirod Hamdamovni yuzini shunday yopib qo'yib, ashula ayttirsa, hindlar hind aytyapti. Bu aytayotgan odam bizni hindimiz deb aytadi. Qo'yib. Endi turkman ashullar-ku mayli. Bo'g'mirod akani san'atini davomchilar mana shu yerda studiyada o'tiribdi. Meni yonimda O'mirzoq Quvvatov o'tiribdi. O'mirzoq Quvvatov mana Qashqadaryo viloyatida Bobomurod Hamdam san'at maktabini ochish arafasida turibdi. Xudo xolasa mana hujjatlari hammasi taxt. Endi bu yigitga ham biz ijodiy barkamollik tilaymiz. Shu ustozini yo'lini bersin, shu ustozini ovozini bersin, shu ishlarini davom ettirsin. Uzoq yillardan buyon yangi yil kirib kelishdan oldin mana shu katta harflar bilan yoziladigan muxlissiz deb yuramanda Bahromga. Bahromni uyida boshlanardi. Biz shu yerda muxlislar yig'ilar edik va Bobomurod Hamdamdan 2 jup, 3 jup qo'shiqni eshitib, keyin bayram kayfiyati bilan uyimizga ketardik. Buni uyda shu an'ana bor ediki, Hamdamov xonlik bo'lardi. Va hech kimga aytilmagan narsani men ustozdan eshitganman. Muhammad aka, siz ham bunga guvoh bo'lgansiz. O'sha ko'rsatuvda Bahromjon meni katta o'g'lim derdilar. Bahromjon meni katta o'g'lim derdilar. Da'vo qilmasmikin? Yo, unaqa bu yo'q bu insonda. Shu gapni eshitib men ishongan ekanman. Bular o'g'lingizmilar desam, Ramziy o'g'lim deganlar. Shu bilan xuddi shunaqa kulib shunday gapni aytgandilar. Shu narsa xotiramda qolib ketgan ekan. Hozir mana shu gap keldi. Xo'p, men endi davramizda ancha-muncha odamlar o'tirishibdi. Po'lat og'a, yoshi ulug' insonsiz. Siz ustoz haqida bir necha radio eshittirishlar qilgansiz. Men bolaligimdan Amudaryo tumani Qilichbay qishlari katta bo'lgan bilan otam Tashovuzli bo'lgan meni. Tashovuzda haligida JTP deydi uni, temir yo'lchilar 262-uyda turganmiz. Keyin Cho'mni degan joy bor. Men ham mehmon bu yoqdan Cho'mni degan joyni eshitgan bo'lsa, keyin Andrey shu yoqlarga men Bo'g'mirod akamni Kamiljon otasi Peruz 66-yildan beri taniyman men. 66-yil Kamiljon akam Toshkentdan u yoqqa ansambl tashkil qildi. Peruz degan ansambl tashkil qildi. Shu ansamblda ishlaydi Bo'g'mirod akam. Endi u yoqda to'ylarga borardik. U to'ylarda biza bolaligimizdan mikrofon ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Stadionday joyda shu Bo'g'mirod akam qo'shiq aytganini o'zim ko'rganman. Shu bu yog'ini ovozini yetkazgan. Otam bilan biza otam olib boradi, shu bizni qishloqlarga ham Kamiljon akam bilan kelgan. Shunda shu Kamiljon akam bilan kelgan vaqtimda ham shu juda ham bir nima qilganda davrani men hayron bo'lib qolganman men. Keyin men radioga ishga taklif qilingandan keyin O'zbekiston radiosida shu qishloq xo'jalik programmasini tayyorlagan paytimda boshqasida xatlar bo'limiga shu 100 dan ortiq xatlar keladi Bo'g'mirod akam nomidan. Shunda hayron bo'lib qoladim men. Shunaqa bir odamlar, muxlislar. Juda ham men Bo'g'mirod akam demasida haligi Panorama degan joyda Rachkapur bilan quchoqlashib qo'shiq aytib turganini ko'rganman men. Ikkalasi Rachkapur. Siz guvoh bo'lgansiz. Men bu konsertga tushganman men. Shunda indiskini shu yorib tashladi-da. Keyin men o'zim maqola yozganman, Kamiljon otangiz haqida yozganman. Keyin Bo'g'mirod akam, Ortiq akam haqida, keyin Bo'g'mirod akamni Hind xalqi tan olgan san'atkor deb yozganman men gazetamda maqolamda. Shuning uchun Bo'g'mirod akamning ruhlari shad bo'lsin, joylari jannat bo'lsin. 13-studiya bor radioda. Radioda 13-studiya Qudrat degan yigit bor, rejissor Qudrat, og'asi tanisi Qudrat Qo'shchanov. Og'a dedi, Bo'g'mirod akamlar kelayotgan ekan dedi. Ava siz dedi, redaktorlik qilasiz dedi. Bo'ladi. Ava borsam o'zi 4 soat beradi-ku vaqt. Bo'g'mirod akam shu 2 soatning ichida, ava 4 soat kerak emas Bo'g'mirod akam. 2 soatning ichida shu 4 ta ashulani yozadi, ketadi qoladi Bo'g'mirod akam. Shunda tan berganman, ko'p odamlar shu haligi Saparboyeva sana bor kelgan 4 soatda men 20 ta yozaman deganda to'polon bo'lib ketgan. Aytdim, men dedim, uni badiiy kengashga qo'shim kerak. Boshqasiga bizga aytib qo'yibdi, 4 soatda 4 ta edi. Shunda men shu yarim soatning ichida qo'shiqlarni nima qiladi, shu hammasi yangrab turibdi. Radioda 200 ga yaqin qo'shiqlari bor. Hozirgacha berilib turibdi. Ya'ni dublsiz yozilganda hammasi bitta yozilgan. Hammasi dublsiz, shundoq bir marta bir nima repetitsiya qilardi. So'z nima qilardi? Shundoq aytib beradi. 2 soatning ichida men so'zlari aniq aytaman, so'zlarini ham tor chalish ham hammasi ishqilib xatosiz. Xatosiz. Juda Bo'g'mirod akam ruhlari bo'lsin, joylari jannat bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Rahmat. Men kitobni
Sizga berdim Muhammad ham mana. Ana bilmasam. Gazetalarim uyda qolib qo'yibdi mana. Uzatib yuboring. Muhammad hamga. Kitobni nomlanishi menga yoqyapti. Ana, o'zi Muhammad opangizning oti Muhammad da men turmush o'rtog'im. Ha. Toshkent oblastida-ku. Shu Muhammad degandagi shu. Ana. Xullas, hamma muhabbatlar uchun va aynan Bobomurod Hamdamovni muxlislari ichidagi muhabbatli muxlislar uchun muhabbatsan degan kitobni rozi bo'lsanglar men muzeyimizga olib qolaman. Radioda hozir esga soldi-ku. Ha. Radioda tushlik paytida birinchi marta Yelpessi qo'shig'i berilgan. Ha. Va o'sha kuni butun O'zbekiston uyg'onib ketgan desam xato bo'lmaydi-ki, radioda menga buni aytib berishgan, o'zim ham o'sha bir qatnab yurardim ozgina. Radioni tarixida o'sha kungidek qo'ng'iroq Bo'lmagan. Yo'q. 72-yil. Ha, 72. 72-yilda. Katta shov-shuv. Juda katta. Gulnora xonim, xush kelibsiz O'zbekistonga. Men ham azijik bo'lsa-da, hech tanishdim Xalipam bilan. Bir to'ya vardi, to'ydan so'ng tanishtirdilar, men yanında o'tirdim. Shu to'yda menga tarni qo'yib ketdi. O'zim tarchalganda. Shu Siz torlarni olib ketdingizmi ularni? Shuni tushundim, ha. Xalipam bir to'yda bo'ldik o'tirishdan so'ng. Shu to'yda menga tarni miras qo'yib ketdi. Shu bir bahana oldu şu hazırki dövrde yine yetişmedim Xalipam'a aydıp berip. Xalipam'dan miras kalan bu tarım deyip hem Türkmen dilinde. Hem bizde bir büyük şahirimiz var Müyesser Atacanova deyip. Şunun sözlerine ustazımdan miras kalgan bu tarım deyip Özbek dilinde bir aydım öğrettim. Bizde de Gov şahirlerimiz var. Akçagül Allah verdiği ve deyip şunun aydımlarından Levab'ın adamları diyen Goşki'nin avtori. Şu bana bir goşki düzüp berdi. Bir cüplerden aydayin. Yani Bahram Ağa da deydi. Hakikatten hem Hindi sungadından başlan. En kıyın sungat Hindi sungadı. Hayran etti Singapur'u. Hamdamov'un aydımları. Ür turuzdi Raj Kapoor'u. Hamdamov'un aydımları. Şunu al güçlü olan. Şimdi bize indi Türkiye Aziyan adamlar deyip aytyan da men endi Xalipam'a egerip hem Özbek, hem Türkmen, hem Tacik her dilde aytmana starayız. Yani aytacak olan aytyanam köpten beri. Şunun için yine de bir sefer hem menize minnettarlım, mehribanlarım. Şu Xalipam'a söz verdim. Men dine Xalipam'dan alıp yetişen zadım pata bilen tarih. Yöne yavam zaviduyu. Tealimini alıp bilmedim, zimiçanyasını alıp bilmedim dine. Молча сидел и принял меня. Şunun için yine mehribanlarım, indi bundan beylak yine bärik gelemde, men sen Türkmenistan'daki şahitlerim bilen tanıştıryan, Türkmen şahitlerim var deyip, beni Aybek bilen, Ömrüzak bilen tanıştırdı da. Şondan beri Hudaýa şükür Ömrüzak sana köp minnetdarlığım, gatnaşýas. Rahmat. Bir meriplätsiýa bolsa maňa jaňa Bökman çağırýar. Bugün emine 24 saatdan beri ayak üstünde ýaňyja yetişip geldim Türkmenistandan. Yaşayın, koy. Hemmemizden size yalkımlı salam. Rahmat. Garip bolup gam öýünde galşam. Bize çok ar vardır hayadım. Galar bulup bu yerlere gelmişim. Yandırdı canımla tileyip hayadım. Yandırdı canımla tileyip hayadım. Telvatiyle bileziyle çıkanla dolup gözün kan yaşlar akanla Laçın çalıp telvi vadın kakanla Ağladı çeşmeti gölü tayadım Ağladı çeşmeti gölü tayadım Bükreyle kömrüm gitti güman
Üstümüzden yolu düştü sayadım sayadım. Üstümüzden yolu düştü sayadım sayadım. Mehmet Can'ın kıydı meseyler meseyler. Gamzaları canım bana kasteyler kasteyler. Mehmet Can'ın kıydı meseyler meseyler. Gamzaları canım bana kasteyler kasteyler. Bizi düşman bilip kimi dost eyler, dost eyler. Men bilmerem kimdir iyiliği sayadım, sayadım. Men bilmerem kimdir iyiliği sayadım, sayadım. Sayadım, 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 sayadım. Sayadım, sayadım. Qanday baxt a? Boshqa millat vakillari ham Umrzoqjon kuylayotgan chog'da o'sha baribir xonishdagi nola baribir bor-da. Baribir hozir qarasam hamma maza qildi. Sababkim qo'shiqda shunaqangi bir ilohiylik borki, baribir o'sha so'z, baribir ilohiylik. Yaral degan so'zdan dunyo yaralgani uchun baribir o'sha so'z qalblarning eng chuqur joyiga yetib boradi-da baribir. Men endi vohadan kelgan o'sha pahlavonga hozir so'zni bersam. Haqiqatdan ham ustozim qancha mana shunaqa bir maqtovlarga mana shuna bir loyiq insonlarda. Chunki bu insonni o'sha kamtarliklarini, bu insonni o'sha farzandlarga, shogirdlarga bir mehribonligini bir aytib buni bir ta'riflash qiyin-da. Keyin ham g'iybat qilgan odamni yomon ko'rardilar. G'iybatchini. Shu birovni bir davrada bir gaplashib, bir g'iybat bo'lib turgansiz, to'xtat derdilar. Qo'shiqni yaxshilab ayt, undan ko'ra derdilar-da. Endi mana 100 yilda, 1000 yilda bunaqa insonlar bir keladi deymiz. Haqiqatdan ustozim shunday buyuk inson. Qolaversa, bu insonni qo'shiqlarini aytish uchun ortiq otajonov ana shu 79 yoshlik yubileylarida kelib shu gapni aytganlar. Bobomurod Hamdamning qo'shiqlarini aytish uchun bitta ashulachi qila olmaydi buni. 2 ta 3 ta qo'shiqchi bo'lish kerak. Chunki daromati bor buni. O'rta pardalari bor, keyin avji bor. 4 oktavada qo'shiq aytgan insonni men ko'rmaganman. 4 oktavada ustozim mana shu ayriliq Zuhrajon hajringda kuydim, joni sendan ayrilib. O'sha qo'shiqda 4 oktavada qo'shiq aytganlar. Ustozni men o'ylaymanki, mana izdoshlari juda ko'p. Bu insonning san'ati hech vaqt o'lmaydi. Bobomurod Hamdam 100 yil mana ustoz aytdilar, ashuralarga 100 yil, 1000 yillab yashaydi bu insonning qo'shiqlari. Xudo xolasa mana shogirdlar, mana ukalar davom ettiryapmiz. Boshqa Xorazmlarda menga Tojikistondan telefon qildi bir yigit, men Bobomurod Hamdamovning shogirdiman, o'zbekman o'zim deb. Mana shunaqa telefonda qo'shiqlarini eshitdim. Juda ham ustozga endi hurmati shu cheksizligi ko'rinib turibdi. Qo'shiqlarni juda chiroyli qilib aytyapti. Men o'ylaymanki, hali Bobomurod Hamdamning izdoshlari, buni maktabini davomchilari aramizdan ko'plab chiqadi, yetishib chiqadi. Mana Xudo xolasa Bahrom akam aytdilar, mana Komiljon Otaniyozovga, Ma'murjon Uzoqov ijodiy maktablari, mana Sherali Jo'rayevga men o'ylaymanki, bizni mana shu iltimos qilib qolamiz mana Madaniyat vazirligidan. Mana shunaqa insonlarga Xudo xolasa agar ijodiy maktablarni mana shunday ochilishiga bu ertangi kunga kelajak avlodga juda katta ish qilgan bo'lardik. Endi ustoz keyingi vaqtlari ko'pincha biz tomonga boradigan bo'lsalar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Samarqand telefonlashib borardilar. Oybek, assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Shogirdman, palon vaqtlari shu sizlar tomonda bo'laman. Shu yerlarda xizmatlarim. Shunga tayyor turinglar. Akangni ham aytib qo'ygin deb, xo'p bo'ladi ustoz deb
akam bilan boradigan vaqtlarga chiqib aeroportdan kutib olardik ustozni. Keyin shu to'y xizmatlarga birga yurardikda ko'pincha ustoz meni olib ketadilar yonidan. Shu Pahlavon Mahmudni shogirdlarini tarbiyalagandagi o'sha o'gitlari hozir bevosita xayolimga keldiki, Pahlavon Mahmud hamma shogirdlarini kurashga o'rgatgan ekanlarda. Juda hammasi chiniqib, zo'r bo'lib ketgan ekan. Shunda bir payt kelibdiki, maydonda shogirdlari bilan Pahlavon Mahmudni tushlariga to'g'ri kelib qolibdi. Ha, endi hozir boplayman bir. Hammasini o'rgatganlar menga. Endi ustoz qaridi. Hozir bir aylantirib tashlayman, yelkalari hozir yerni o'padi deb tursa, Pahlavon Mahmud og'ir vazminlik bilan, sukut bilan qarab turibdilarda. Hali bellaridan borib ushlarmish, u yoqqa qilarmish ustozni, bu yoqqa qilarmish Pahlavon Mahmudni, bu yoqqa boqqa qilganda qarab jimgina turibdilarda, bir aylantirib urgan ekanlar ustoz, bu usulni siz menga o'rgatmagan edingiz-ku desa, sen nima deb o'ylavding? Ustozlar 1000 ta sirni aytsa ham 1001-chisini o'ziga olib qoladi degan ekanlarda. Lekin men shu hayron qolaman, Bobomurod Hamdam shu 1001-siri ham shu shogirdlarga ketganmi deymanda. Ha, shuni aytmoqchi bo'ldim. O'sha 1001-sini birini ham olib qolmagan. O'sha 1001ni ham olib qolmaganlar, ustoz berganlar shogirdlarga. Shunaqa bo'lgan. G'arazlik degan narsa yo'q edi ustozda. Umuman beg'araz inson edilar. Ustozni duosini olib ketsak ham o'sha kun to'y ham o'sha kun ham fayzli o'tib urardi. Ustozni endi xislatlari ko'p. Shunday ustozlar bilan zamondosh bo'lib yashaganligimdan xursandman. Baxtliman. Yashang. Nega bog'da ko'rdim kecha o'zini, birja bulbuldir faryod ayladi. Yetirdim og'zimdan so'zlar so'zimni, aqlimni boshimdan barbod ayladi, ayladi, ayladi. Ayladi, ayladi, ayladi. Cem bolup geldiler bülbüle kızlar, her biri totunun sözünü sözler. Eşidin arzımı sahipken izler, cadı gözün bana cellat. Eyledi, eyledi, eyledi. Eyledi, eyledi, eyledi. Korkumam oylandım boldum divane, hicranım bilen ateş düştü bu cana. Bu işler işkime buldu bahana. Cadı gözün bana cennet eyledi, eyledi, eyledi. Eyledi, eyledi, eyledi. Sıram aytar akbılır ak bilen zarım, yolunda terk ettim namusun arım. Ta görünçem yoktur sabri kararım, köyüm aşıklıkta berbat. Eyledi, eyledi, eyledi. Eyledi, eyledi, eyledi. Eyledi, eyledi, eyledi. Yaşaylar. Yaratganga beadad shukrlar qilaman. Shunaqa bir ulug', kamtar, samimiy, o'zlarini bir go'zal san'atlari bilan millionlab muxlislar qalbidan joy olgan insonni farzandi bo'lib dunyoga keldim. Faqat farzandi balki
yollarda shuncha yil sirdosh bo'lib birga hamroh bo'lib 14 yoshimdan tadbirlarda, konsertlarda, to'y xalqimizda to'y hashamlarda birga xizmatda bo'lganmiz. 14 yoshingizdan, a? Ha, 14 yoshimdan. Lekin siz bilasiz, avvalroqni kuylaganda ustoz 13 yoshda bo'lganlar. Aha. Bir yil keyin kirib ketdingiz-da ustozdan. Yo'q, men ham shu 13 da kirib kelganman. Bu paytlar tor chalishni ham bilmasdim. Torni adam chalardilar, men doirada nima qilardim. Otam hayotlarini san'atga bag'ishladilar, san'at fidoyilari edilar. Juda nihoyatda bir san'atni yaxshi ko'rardilar, juda bir. U boshqa dunyo matohiga umuman hech nimaga qiziqmadilar. Shu daraja yaxshi ko'rganlaridan hamma biladi. Mana Hindistonga borganlarida ham poyezdga chiqadilarmi, samolyotga chiqadilarmi, ashula aytib O'zbekistonga qaytamiz deb aeroportga kelib o'tirsa, soy sabablar bilan samolyotga chiqqan 5 soatga. Hindistonni hamma biladi, nihoyatda issiq, juda bir chidab bo'lmaydigan darajada. Undan aeroportga kelgunga qadar rahbariyatdan shunaqa nima bo'lgan? Topshiriq. Topshiriq bo'lgan. Hindiston puli, rupiyalarni yo'q qilinglar, alishtirib olinglar yoki bir sovg'a salom olinglar. Hamma endi qavmi qarindosh, yori birodar, do'stlarga, bola chaqaga sovg'a salom olishga hech kimda bir tim pul qolmagan. Aeroportga kelsa bu ahvol issiq, juda kuchli, hech qancha o'tmasdan hamma suv ichgisi kelgan. Suv so'ragan, chanqagan, olib ishaman desa suv yo'q, juda bir azoblanib, qiynalib o'tirishganda adam bar bo'ladi, aeroportlarda barga borib qarasalar har xil suvlardan xator qilib qo'yganmish. Fanta, kola olaman desalar pullari yo'q. Shunda barmenga qarab dil jalta hai to jalne de asuna bahar faryadana kar dil jalta hai to jalne de desalar gana deb suvlardan ochib qo'yibdi paqillatib. Gana degani o'zlarimiz ham yana bo'lsin degan ekan. Shunda adam bolalarga qarab, endi sozlab menga o'xshab hammasi, "Ey bolalar, sozdan olib kelinglar, suv ichamiz" deb o'zlari ko'p tadbirlarda aytib berardilar. Hamma non uchun aytsa, biz suv uchun ham aytamiz deb. Yana bitta qiziq joyi bo'lgan. Ikkita ashulanga bitta suv ochib beraman desalar, adam yo'q, bitta ashulaga ikkita suv ochib berasan deb savdolasharmiz ham yanada. Meni hayotiy tajribamda unaqasi bo'lmadi. Mabodo bo'lib qolsa ham otam qilgan ishini qilaman deb Muhammad. Otangiz qilgan ishni qilsangiz baraka topasiz. Yo, qarangki, shu inson o'zini yurtida hech qachon hech narsa uchun talashmagan, lekin o'zga yurtda baribir o'zini ovozi uchun talashgan ekan. Oriyat uchun, or uchun talashganda, bu hazlakam gap emas bu gaplar, qoyil. Kamoliddinni ham men doim endi radio eshittirishlarimizda guvohi bo'lganman va ustozni yonlarida ko'p bora sizni ko'rganman. Aynan sizga ham tashakkur. Bugun ancha jonbozlik ko'rsatdingiz, marhamat. Men bir narsani aytib o'taman. Men jurnalistman. Jurnalist uncha hayajonlanmaydi. Ustoz hayot paytlarida men hayajonlanmaganman. Oldida qo'shiq aytib ham hayajonlanmaganman. Hayajonlarga tushmaganman, lekin olimni o'tgandan keyin juda hayajonlanyapman. Yaqinda men tug'ilgan kunlariga Gavhar opani olib chiqdim. Hayajonlanyapman-da. Ana o'sha tekst yozyapman, tekstni yozganda ham hayajon, qo'llarim qaltirayapti. Keyin Gavhar opa bilan suhbatlashyapmiz, unda ham hayajonlanyapman. O'zlariga qo'shiq aytib berganda hayajonlanmaganman. Men hozir ham shu hayajon bosyapti. Endi yoshlikdan muxlis bo'lganman. Dadam qo'shiq aytganlar Otajon Xudoyshukurovdan, bobomdan Hamdamdan, Komiljon Otaniyozovdan. U paytlari endi men 80-yillar, 81-yillar bobomdan Hamdam kuylaydi deb O'zbekiston televideniyasida konsertlar bo'lardi. Televizor hammada bo'lmasdi. Bizni uyimizni bosib ketardi. Kravatni ustiga chiqib o'tirardi. Men yosh bolaman-da. O'tirishga joy yo'qda. Shunaqa odamlar kelib o'tirardi. Bobomdan Hamdam kuylaydi desa, soat 9 da kuylaydigan bo'lsa, 7 da uy odam bosardi. To'lib ketardi. Keyin bu yoqdagi uyga, u yoqqa ham ayollar kelardi. Uyimiz to'yxona bo'lib ketardi. Juda ham quvonamiz-da. Keyin ham bir aytmoqchi bo'lganim, qishlog'imizga to'yga kelganlar ustoz. O'shanda endi u paytlari bizlar oyoq yalang yurganmiz-da. Tikan kirsa vaqtdek ketaveramiz. Shunaqa yugurib ketyapmiz. Bobomrod ustozning ovozi yangrayapti. Ketishim kerak, yugurib ketyapman, kun botgan endi. Bir qarindoshimizga kelgan, sal uzoqroq, bir 2 kilometrdan oshiqroq. Keyin yugurib ketyapman, oyog'imga sim kirgan ekan. Sim kirganda ham ingichkasi ham emas.
vaqt nima qildimda oyog'ini nima qilib shu loy chaplab, loy chalibda ketdim. O'sha qo'shiq aytgan ustoz og'riqni sezmaganman. Ancha qarab turib qo'shiq tugatguncha kelib, ertaga ko'ryapman, qarasam shunaqa kattasim kirgan, uydagilarga aytmasdan bir hafta loy chalib shifo nima qilganman, davolaganman o'zim oyog'imni. Uydagilarga aytmaganman. Shunaqa ahvollar bo'lgan. Endi aytmoqchi bo'lganim, endi jurnalistikada men o'zim ustozni ancha ko'p telekanallarga borganman. Kamoliddin, men ustozingni olib kel, mana shunaqa ovozni yozib olmoqchimiz, qo'shiqlarni yozib olmoqchimiz, telekanallarga chaqiradi, radiolarga chaqiradi, etika yalchimas deb o'zim yoshlar radiosida shu ustozni bera olmaganman, o'tirib suhbat qila olmaganman. Ana. Bir marta gaplashib qo'yganman, mahalla radiosidan so'rashdi. Kamoliddin olib kelib, men aytdim, gaplash, sen olib kelib borasan, ustozing-ku, bizlarga olib kelib ber. Shunaqa joylari ham bo'lgan. Endi armon bo'lib qolgan menga shu narsa. O'zim radioda suhbatini olib, chaqirib birga yonma-yon o'tirib suhbat qilishni orzu qildim. O'zim shogirdi bo'lib boshqa joylarga olib borib berdim, lekin unday bo'lmadi. Endi yana bir narsa, rejissyor qizimiz bor edi. Yetim qiz edi bu. Shu aytdi, Kamoliddin, yaqinda turmushga chiqyapman, shu ustozingizni kelib bir 4-5 qo'shiq aytib bersa. Xo'p, qayerda bo'ladi? Shu aytyapti, falon to'yxonada, ustozning uyining yonginasida. Bo'ldi, boramiz deb ustozga aytdim. Ustoz shunday bir singlimiz bor, o'zi yetim, ota-onasi ham o'lib ketgan. Opalari o'shalar to'y qilib beryapti. Bo'ldi deb boramiz dedi. Keyin kirdik. O'sha to'yxonaga kirdik. Katta to'yxona. Odamlar o'tiribdi. Qarasam, ikkita kelin kuyov. Men aytdim, bunaqa aytilmagan edi menga dedim. Qanaqa bo'ldi bu dedim, hayron qolyapman. Ustozning bir odatlari bor. Choyga non botirib yeydi. Yaxshi ko'radi shu narsani. Men ham hozir ham yaxshi ko'raman. Choyga non botirib yeb o'tiribdi. Qarasam boshqa kelin kuyovga o'xshayapti. Borib yoniga borib qarasa, umuman boshqa. Keyin hayron bo'ldim. Ustoz dedim, biz boshqa joyga kelibmiz-ku dedim. Biz boshqa joyga kelibmiz, bu to'y emas ekan bu dedim. Shunaqa desam bir qaratda yana non botirib yeb o'tiribdi. Choyga non botirib. Hayron bo'ldim. Keyin to'xtang ustoz dedim, yugurib ketdim. Yugurib ketib, men aytdim, ofitsiantlardan so'radim. Men bu dedim, bu bo'layotgan to'yxonadan boshqa yana shunmasi bormi? Kichkina zalimi bormi desam, ha bor pastda dedi. Yugurib borib qarasam, o'sha yerda bo'layotgan ekan. O yerdan yugurib chiqib ketdim. O yugurib chiqsam, orqamdan qidirib qolishgan ular. Kamoliddin ko'zimizga ko'rindimi yo nima qildimi deb. Keyin keldimda ustoz dedim. Bizlar dedim boshqa joyga kelibmiz dedim. Endi bizlardan ketishimiz kerak dedim. Yana non botirib yeyapti. Ustoz tushunmayapsizmi? Men xalifa deyman-da. Xalifa endi turkmancha ustoz degani. Xalifa biz boshqa yerga kelibmiz. Boshqa to'yxona ekan bu. Bidayal ekan desam, biz adashib ketibmiz-da dedi. Boshqa to'yxona ekan dedi. Keyin sekin ustozni olib chiqdim. Olib chiqdimda, o pastda 4-5 qo'shiq aytdi. Mana Kamoliddin dedi, men o'g'lim mana gapirdilar-ku, o'g'lim deb gapiradi. Men shogirdim dedi. Mana shu singlimiz bor deb aytdi. Kelib, 4 qo'shiq dedi, ko'proq bo'lib ketdi. Ko'p so'radilar, ko'proq aytib berdi. Keyin u yerdan chiqdik. Olqishlar olib, keyin chiqqandan odamlar 7-8-10 ta odamlar o'rab olgan. Ustoz, Bobomurod ustoz, ayting, bu yoqqa ayting endi. Bu ikkala to'yxona bo'layotgan ikkala kelin kuyovlar. Qo'sh to'y. Ular dedi, ota-onasi o'lib ketgan, bizlar to'y qilib beryapmiz, o'rtoqlar dedi. O'sha aytib bering dedi. Keyin menga qaratdi. Menga qara dedi. Biz dedi bu yerdan non yedik dedi. Non tuz yedik dedi. Endi tashab ketsak bo'lmaydi dedi. Qoya. Keyin shundan keyin kirdik. Endi shunaqa olqish bo'lyapti. Olqish bo'layotgan olqishlar xuddi menga bo'layotgandek. Kirdi shunaqa qo'shiqlar aytdi, hamma olqish qilib, duolar qilib chiqarib yubordi. Keyin ustoz endi men qaytaman dedim. Endi pul tushdi, o'zining cho'ntagida bor, men cho'ntagimda bor. Keyin bordik uyiga. Men aytdim, "Haydi sizni tashlab ketay" dedim. Pullarni chiqarib boshladi. Men aytdim, "Yo'q, kerak emas. Men o'zim yo'q, sen chiqarma." Va menga kerak emas, yo'q, sen to'xtab tur. Ustozing bir narsa deganda eshit dedi. Keyin hamma pullarni chiqardi, "Sen" dedi. "O'sha qizni yetim qiz deb aytding" dedi. "Cho'ntagingdagi pullarni ham" dedi. "Meni pullarni ham olib borib o'shanga ber" dedi. "O'shanda men sendan rozi bo'laman ustoz sifatida" dedi. Endi shunaqa ko'zlarim yoshga to'lib ustoz bilan xayrlashdim. Jumagul ona bilan, yangamiz bilan Jumagul ona bilan xayrlashish esimdan chiqqan. Kelyapman, taksi ushladim. Taksida men shunaqa qilib kelyapman, ko'zimdan yosh chiqyapti. Nima qilmayapman? Keyin 2 marta qaragan ekan, taksichi keyin, "Uka, nima bo'lyapti? Bir joying og'riyaptimi? Bolnisaga boraymi, kasalxonaga?" "Yo'q" dedim, "Shunaqa. Men aytib beray sizga" dedim, "Yuragimda" dedim, "Nima qila olmayapman u narsani" dedim. "Shunaqa ahvollar bo'ldi" dedim. "O'shandan nima qilyapman" dedim. "Hayotiy dars olibsan-da" dedi. "Ko'p narsa o'rganibsan-da, bo'lmasam" deb shunaqa deb uyiga kelganman.
ertesiga endi to'y bo'lgan-ku, dugonasiga olib borib berganman mana deb. Aytadigan narsalarim ko'p, lekin hayajondaman. Ustozga doim samimiy ta'zimdamiz. Oxiratlar obod bo'lsin. Yaşlarım, Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Kıymagalım kaşlarım, onu tekidir yaşlarım, Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Kıymagalım kaşlarım, onu tekidir yaşlarım, Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Kıymagalım kaşlarım, onu tekidir yaşlarım, Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Yaşlarım, Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Kıymagalım kaşlarım, onu tekidir yaşlarım, Cem'in derdi işlerim, sen gözülün zarımın. Sen gözülün zarımın, sen gözülün zarımın. Endi ben qisqa qilib aytaman, 91-yil yoniga Tashavuzdagi uyga mana borganda shu qani ashula aytib berdida, bir qiziq, shu daraja sergakligiga hayron bo'laman ustozning. Shunda ustozimdan minnatdorman degan ashulasini aytib berdim. Shu paytda bir hit bo'lib turgan payt edi o'sha ashulani. Shuni aytib bo'lganimdan keyin balkim hindchadan ola berdimmi, bir narsalarni berib qoldimmi, shu eshitib turdim, shu sen bola dedi, eshitmaganku mendan. Sen dedi hindcha aytmaysan kerak, sen ovozing aytib turibdi, hindcha aytishga undab turibdi dedi. Men shuni sezib turibman senda dedi. Keyin hindcha ham aytib berdim. O'zlari ham qo'shilib ketib, "Молодец, hindchani ham o'zi ham o'zbekchadan ham hindchani juda ham zo'r aytasan" deb shu maza qiladilar ustoz. Shu juda bir kamtar, ajoyib inson. Shu yoshligimizdan havas qilamiz, havas qilganmiz ham. जाने कहाँ गए वतन कहते हैं तेरी
राहों में नजरों का हम बिछाएंगे जाने कहाँ गए वतन कहते हैं तेरी राहों में नजरों का हम बिछाएंगे जाने कहीं कि तुम रहो चाहे या तुम हो तुम वो पल तुम भूल कोई पाएंगे कदम जहाँ पले सर्दे की ये है यार में मेरे कदम जहाँ पले सर्दे की ये है यार में मुझे सारी दिया जाती हूँ मैं बहार में जाने कहाँ गए वतन कहते हैं तेरी राहों में नजरों का हम बिछाएंगे जादे कहीं ये तुम रहो चाहे या तुम हो तुम वो पल तुम हो लगो ये पाएंगे नजर में राज जल दिल ही ये तेरी रात है अपनी नजर में राज जल दिल ही ये तेरी रात है क्या याकी अपनी साथ का क्या याकी अपने साथ है जाने कहाँ गए वतन कहते हैं तेरी राहों में नजरों को हम बिछाएंगे जादे कहीं कि तुम रहो चाहे या तुम हो तुम वो पल तुम हो लगो ये पाएंगे Butun boshli ijodiy guruhga chin dildan minnatdorchilik bildiramanki, ustozni barhayotligi mana shunday ko'rsatuvlarda uzoq yillar davom etsin. Rahmat. Xayrli ishlarda hech vaqt charchamang. Rahmat. Hamisha shunday oshirib yuring. Ha, bu gullarni ko'pligini ko'rib ijodiy guruhimni har bittasi uchun deb bilaman. Chunki televideniya shunaqangi bir mashaqqatli joyki, sen ekrandasan, seni taniydi xalq. Lekin seni ortingdagi jamiki jamoani ishi parda ortida qolaveradi. Bu gul butun boshli jamoa uchun. Men jamoam bilan faxrlanaman. Azizlar, bugun Bobomurod Hamdamovni har bitta inson o'zicha kashf etganicha bugun hikoya qilishdi. Bir narsani mubolag'a qilishmadi, bir narsani qo'shishmadi. Qalbidagi, ko'nglidagi gaplarni gapirishdi. Chunki bu inson qarangkim 2 asrga guvoh bo'lib turib, chin qalbidan kuylagan qo'shiqlari uni o'zidan keyin ham umrboqiy bo'lyapti. Biz buni nafaqat ona O'zbekiston, Turkmaniston yoki Hindiston, butun dunyo kuylayapti. Demak, bu qo'shiqchi olamni qalbiga aylangan, olamni ovoziga aylangan qo'shiqchi bo'lib qolaveradi. Zero kim
umr yili oyoq izi emas. Uni na qor va na chang bosa oladi. U qora chiziqda yo nurday muqaddas bo'lib el ko'nglida mangu qoladi. Shunday insonlar borki, ularni hech qachon unutib bo'lmaydi. Unutmoq oson emas ularni. Chunki bunday insonlar fan, adabiyot, san'atimiz uchun bo'yi baravar tirik chog'ida haykal qo'ygan insonlardan. Aziz mehribonlarim, xush kelibsizlar. Bu gelgan odamlarning ichida meni to'yina bormagan odam bo'lmasa kerak, bir yarim bo'lmasa kerak. Hammangizni to'ylaringizda men xizmat etdim. Men shu Charjovdan 65-yilda kelib shu Komiljon ustaga shogird bo'lib shu yerga tushdim men poyezdda kelib. 65-yilda shundan bana xizmat qilib yuribman mana. Sizlarning qo'shiqlaringiz bilan ikki xalqni hal qarshisi bo'ldim azizlar. Rahmat, rahmat. Xorazm qo'shiqlari bir ulli gücüm bo'lsa, men ham shuni bir shaqasi bilan chiqqan azizlarim, rahmat. Sizlar eshitmaganda men ashlachi bo'lmas edim. Sizlar eshitasizlar qo'shiqlarimni. Xudo xolasa yana shogirdlarim bor. Men ham izimni davom ettirgan shogirdlar topiladi xudo xolasa. Baribir mingning ichidan birisi chiqaveradi. Men shunday xursandman sizlardan. Ta'zim qilaman hammangizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Odamlar qo'rqarlar yomon gözlerden. Men esa shu yaxshi gözlerden qo'rqdim, gözlerden qo'rqdim. Hata yüzlerden korktum. Kibrikim yerçisi bir surat kalıp. Keyingi paytlarda 100% ekologik toza mahsuloti bilan xalqimizni qalbini zabt etayotgan bugungi sovg'alari uchun Green Leaf korporatsiyasiga tashakkurlarimiz bo'lsin. Vidolashguncha. Yig'lar azoblarga solib meni, xayol ketar g'am g'ussaga olib meni. Qo'lda torim yig'lab qoldi yonib meni, bulbuldayin ovozimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men. Qo'lda torim yig'lab qoldi yonib meni, bulbuldayin ovozimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men. Qaysi ketdi qo'shig'imning kuylarini, ko'ra olmadik bir asrlik to'ylarini. Bizlarga ham bersin illo yo'llarini. Sho'xjarangdor ustozimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men. Bizlarga ham bersin illo yo'llarini, yo'llarini. Sho'xjarangdor ustozimdan ayrildim men. Bobomurod ustozimdan ayrildim men.
Babam Murad ustazımdan ayrıldım men. Baribir ham yuragimda armonim ko'p, armonim ko'p. Xalqim suygan e'zozimdan ayrıldım men. Babam Murad ustozimdan ayrıldım men. Babam Murad ustozimdan ayrıldım men.